Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Mana bizda Xudo xolasa bugun 1-may ikkita tayyor aravamiz bor. Tayyorlaridan ikkita paka. Biri 40 240, biri 30 ga 230 degan razmerda metallik svetda mana bugun kraska qilib, taxlab, tayyor qilib qo'ydik buni. Kimga tayyor arava kerak bo'lsa, dalni momentda bor. Ko'p odam so'raydi, tayyori bormi, tayyori bormi? Mana tayyori bor. Ikkovini ham baloni Spark balon qo'yilgan. Nexia'niki Jiguli, Cobalt, Spark shular balonlar bemalol tushadi bunga. 14lik Spark balonda turibdi mana. Tayyor holatda. Kimga shunday aravalar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar. Manzil Jizzax viloyati G'allarol tumanida. Poli temir listdan bo'lgan. Resullari, qalin resullardan o'rnatilgan. Traktor tilashkasining resullari endi qorong'iroq. Hozir unchalik yaxshi ko'rinmaydi, o'shaning uchun ko'rsatyapmiz. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumanidamiz. Tok montaj qilish kerak, paralarni o'rnatib, tayyor arava. Kimga shunday aravalar kerak bo'lsa, bemalol bog'lanaverasizlar. Manzilimiz Jizzax viloyati G'allarol tumanidamiz. Yana bir marta aytaman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Gumillatib, layqlari bosasizlar akalar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.